Videoda ko'rsatilgan narsalarni qilmasangiz, siz boqayotgan jo'jalar o'lishi mumkin. Biz jo'jalarga vaksina qilishni boshladik. Ya'ni buning uchun bizga mana lasotda kerak bo'ladi. Bu ampullar bo'ladi. Bunaqa ampullar bo'ladi. Buni ko'rsatish uchun qog'ozini oldim sizlarga. Veterinariy aptekada bo'ladi. Lasotda 7 kunlik jo'jalarga qilinadi. Keyin mana bunaqa natriy xlorid. Buni kattasi ham bor, bizga nasib bo'ladi. Shuning uchun kichkinasini olib keldik. Shu ikkalasini bir-biriga aralashtirib jo'jalarga qilamiz. O'rtoqlar, mana jo'jamizni oldik, buni tayyor dorimizni. Ko'ziga 1 yoki 2 tomchi, o'ng yoki chap ko'ziga farqi yo'q. Tomizib qo'yamiz. Bu nimaga? Bahor kelyapti. Kasalliklarning oldini olish uchun.